Assalomu alaykum hammaga. Demak, kanalimizga yuklangan birinchi diagnostik testimizni tahlil qilishni boshlaymiz. Birinchi savoliga yo'naladigan bo'lsak, birinchi savolimizda demak ushbu misol berilgan. Ushbu misolni quyidagicha ishlaymiz. Ya'ni mana bu qismda bizda tepadagi qismni ikkiga ajratib olaman. Ya'ni 2 ning kubi 100 ning kubi qilib. Pastdagi qismni esa 20 ning beshinchi darajasi bo'lsa, buni 2 ning beshinchi darajasi, 10 ning beshinchi darajasi deb ajratamiz. Bu yerda esa 2 ning oltinchi darajasi bor. Barobar 2 ning uchinchisi. Mana bu 2 ning uchinchi darajasi bilan 2 ning beshinchi darajasini qisqartirgan bo'lsa, 2 ning ikkinchi darajasi qoldi. Bu 2 ning ikkinchi darajasi 2 ning oltinchisi bilan qisqarsa, 2 ning to'rtinchi darajasi. Mana bu yerda esa tepada 10 ning oltinchi darajasi bor. Oltinchi darajasi. Mana bu yerda esa 10 ning beshinchisi. Ikkalasini qisqartirsam 10 qoladi. Demak, mana bu 10 ni 2 ning to'rtinchi darajasi bilan ko'paytiradigan bo'lsam, bizda esa 160 son paydo bo'lar ekan. 160 ekan javobimiz. Keyingi savolga o'tamiz. Mahraj berib qo'yishimiz kerak bu savolimizda. A kvadrat minus B kvadratdan mahraj berar ekanmiz. A kvadrat minus AB minus 2 B kvadrat minus A kvadrat plus B kvadrat kvadrat taqsim kvadrat minus B kvadrat bo'lar ekan. Xo'p, demak mana bu ikkalasini ixchamlab olamiz. Bu yerda esa mana bu ikkalasini hisob kitob qilsam, minus AB minus B ning kvadrati taqsim A minus B A plus B ikkita qavsga ajratib oldik. Demak, tepadan minus B ni chiqaradigan bo'lsam, A plus B paydo bo'lar. Xo'p, mana bu plus bilan plusni qisqartiraman va mana bu yerda hosil bo'ladigan minusni mana buni ichiga kiritadigan bo'lsam, B taqsim B minus A paydo bo'lar ekan. Bu esa B javobda bor. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlar yechimini topishimiz kerak ekan. Demak, buni ikkita shart bilan ishlaymiz. Birinchi shart x katta bo'lishi kerak ekan 3 dan deymizda, o'sha shartni saqlagan holatda modulni ochib olamiz. Bitta plyus ochamiz. 1 taqsim 3. Bir tomonga o'tkazib hisoblaymiz. 3 taqsim x minus 3 minus 1 taqsim 3 katta ekan 0 dan 3 mahraj beradigan bo'lsam 9 minus x plus 3. Mana bu yerga x minus 3 dan bergan bo'laman shunda. Taqsim 3 ko'paytirilgan x minus 3 paydo bo'lar ekan. Katta bo'lishi kerak ekan 0 dan. Buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, hisob kitob qiladigan bo'lsak 12 minus x taqsim 3 x minus 3imiz bitta bo'lishi kerak ekan 0 dan. Buni chizmasini chizib olamiz. Xo'p, chizmasini chizib olamiz. Mana bu yerda 12, mana bu yerdan 3 degan nuqta olamiz. Demak, 3 va 12 bor ekan. Intervallar chizamiz. Minus, plyus, minus. Bosh minusdan boshlandi, chunki bittasini oldida minus bor. Va bizga plyus oraliq kerak. Mana shu ikkalasini orasi yechim bo'lar ekan hozircha bizga. Xo'p, ana endi ikkinchi holat uchun ishlaydigan bo'lsak, ikkinchi holat uchun ishlasak, yuqoridagi holatda x kichik bo'lishi kerak ekan 3 dan degan shart olamizda. 3 taqsim x minus 3 kichik minus 1 taqsim 3 dan deb ochib olamiz. Ya'ni mana bu yerda katta minus 1 taqsim 3 dan, lekin bizda minus chiqib narigi tomonga o'tkazib yuborganimiz hisobiga mana shu holatga kelib qolgan bo'ladi. Xo'p, endi buni 3 taqsim x minus 3 plus 1 taqsim 3 kichik bo'lishi kerak ekan 0 dan. 3 mahraj beramiz va bunga esa x minus 3 mahraj beraman. 9 plus x minus 3 taqsim 3 ko'paygan x minus 3 kichik bo'lishi kerak ekan 0 dan. Bu esa bizga 6 plus x taqsim 3 ko'paygan x minus 3 deb beradi. Kichik 0 dan. Hop, suratdan ham mahrajdan ham bittadan nuqta olamiz. Bu nuqtalarni joylashtiramiz. Demak, minus 6 va 3 degan ikkita nuqtani joylashtiramiz ekan. Plyusdan bo'ladi. Plyus, minus, plyus. Bizga esa minus oraliq kerak. Mana buni ichi ekan.
Demak, biz olishimiz mumkin bo'lgan sonlarni yozib chiqadigan bo'lsak, bular tak, minus oltini o'zini olmaymiz ekan. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 3 ta ololmaymiz. Sabab 3 mahrajda kelyapti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12ni o'zini ham ololmaymiz ekan. Sabab 12ni o'zi ham mana bu yerda adashmasam suratda edi. Ololmaymiz. 5, 4, 3, 2. Mana bu 3 qisqarmaydi. -3. -1. -1 1 bilan, 2 -2 bilan, 4 -4 bilan, 5 -5 bilan qisqargan bo'ladi. Mana bu tomonni hisoblab chiqadigan bo'lsam 51. Mana bu yerdagi -3ni hisoblaydigan bo'lsam 48 chiqib kelar ekan. Demak, bizda natija 48 bo'lishi kerak ekan. Demak, 48 ga erishdik. Keyingisi, ikki sonining yig'indisi 6 ga, kvadratlarining ayirmasi esa 12 ga teng ekan. Demak, ikki sonining yig'indisi 6 ga, kvadratlarning ayirmasi esa 12 ga teng ekan. Buni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 12 ga teng ekan. Mana bu bizda 6 ekanligi aytilgan. Demak, x minus y ko'paytirilgan 6 teng bo'lishi kerak ekan 12 ga. X minus y'imiz esa 2 ga teng bo'lishi kerak ekan. Biz buni x plus y teng 6 ga ekanligi bilan birlashtirgan holatda 2x 8 ga va x 4 ga teng ekanligini bilishimiz mumkin. X 4 bo'lgandan keyin y tabiiyki 2. Va bizda shu sonlarni ko'paytmasini toping deyapti. 2 bilan 4ni ko'paytsam 8 degan natijaga erishamiz ekan. Hop. Keyingi holdagi misol tenglamaning e, tenglama nechta ega degan savol berilibdi. Demak, biz ushbu tenglamani quyidagicha ishlaymiz. Ya'ni ko'pchilikda birinchi bo'lib xayoliga keladigan qismi bu ikkala tomonni kvadratga ko'tarish bo'ladi. Yo'q, shoshilmaymiz. Belgilash kiritish usulimiz qulayroq, ya'ni plus mana bu qismdagini x plus 1 minus 2 deb yozib olaman. Tenglik. Ya'ni nima ish amalga oshirdim? Mana bu qismda men mana bu -1 1 va -2 holatiga keltirdim. Sabab nima edi? Sabab mana buni t desam, mana bu t ning kvadratini berish kerak. Demak, aytib o'tganimizdek, mana bu qismni men t deb belgilayman. Demak, t plus t ning kvadrati -2 teng ekan 0 ga. Buni 2 ga ajratadigan bo'lsam, t minus 1, t minus 1, t plus 2 hosil bo'lar ekan. Teng 0. T teng 1, t teng -2. Endi t deb nimani belgilagan bo'lsam, joy-joyiga qaytarib olib kelaman. Ya'ni ilzosda x plus 1 teng ekan 1 ga, ilzosda x plus 1 teng ekan -2 ga. Xo'p, mana bu qismdan o'z-o'zidan javob chiqmaydi, chunki ildizdan manfiy chiqishi mumkin emas. Mana buni esa kvadratga ko'tarib ishlab qo'yamiz. Ya'ni kvadratga ko'targanimizda birinchi holatimizda x plus 1 teng 1. Xo'p, bu esa bizga x teng 0 ekanligini beradi. Bu bitta yechim. Hop, keyingi holatimizda x plus 1 teng. Yo'q, uzr. Kvadratga ko'tarib ishlab qo'ysak bo'ldi. Bitta ikkita emas, modul deb adashib qolmanaver. Modul hisoblabman. Hop, nechta ildiziga ega desa, bitta ildiziga ega bo'lar ekan. Hop, mana bunga o'tadigan bo'lsak, bu Weyt teoremasiga oid mavzu. Misol, ushbu misolimizda x1 plus x2 5 ga teng ekan. x1 ko'paygan x2miz ham x1 ko'paygan x2miz ham 5 ga teng ekan. Shundan foydalangan holatda mana bu yerda, mana bu qismda biz bir daqiqa. Hop, demak, davom ettiramiz. Ushbu qismimizda biz Weyt teoremasini belgilashini kiritib oldik. Endi mana bu joydan men x1 ning kvadratini mana bu ikkalasidan x1, x2 ni chiqarib oladigan bo'lsam, x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati paydo bo'lar ekan. Bu yerda bizda x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadrati bor. Ana endi men x1 ning kvadrati plus x2 ning kvadratini chiqarib oladigan bo'lsam, x1 x2 plus 1 paydo bo'lar ekan.
Mana buni hisoblaydigan bo'lsam, x1 plus x2 ning kvadrati minus 2 x1 x2 va x1 x2 plus 1 paydo bo'ladi. Hop, mana bu qismimiz 5 ga teng edi. Va uni kvadratga oshirgan bo'lsam 25. Mana bu qismimiz ham 5 ga teng, 2 ga ko'paytirsam 10 ko'paytirilgan. Mana bu yerda 5 i plus 1. Mana bu yerda 25 dan 10 ni ayirsam 15. Mana bu yerda esa 6. 15 ni 6 ga ko'paytirgan bo'lsam 90 degan natijaga erishamiz ekan. Xo'p, keyingi misolimizda, logaritmik misolimizda birinchi bo'lib aniqlanish sohalarini belgilab olsak o'zimiz uchun. Demak, aniqlanish soha ekan deymiz. X minus 3 taqsim 2 katta bo'lishi kerak ekan 0 dan. Bu joyda x katta 3 dan bo'lishini bilib oldik. Keyingi holatda mana bu qismimiz ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Keyingi mana bu logaritmni aniqlanish sohasiga qaraydigan bo'lsam, demak, logaritm uchastsiz ko'ra x minus 3 taqsim x taqsim 2 katta bo'lishi kerak ekan 0 dan. Hop, bu joydan bilaman 3 mana yoqqa chiqib o'tadigan bo'lsa, x minus 3 taqsim 2 katta bo'lishi kerak ekan 1 dan deymiz. X minus 3 katta bo'lishi kerak ekan 2 dan. X katta bo'lishi kerak ekan 5 dan degan aniqlanish sohamiz paydo bo'lar ekan. Demak, aniqlanish sohalari bo'ldik. Ishlashni boshlaymiz. Demak, buni o'tkazib kelaman ekan bu tomonga. O'tkazib yuboradigan bo'lsam, logaritm 3 asosga ko'ra x minus 3 taqsim 2miz kichik bo'lishi kerak ekan 1 dan. Endi buni ham o'tkazib yuboradigan bo'lsam, x minus 3 taqsim x taqsim 2miz kichik bo'lishi kerak ekan 2 dan. Yo'q, 3 dan o'zim. Hop, endi x minus 3 kichik bo'lishi kerak ekan 2 ning 3 darajasi 8 dan, x kichik bo'lishi kerak ekan 11 dan. Hop, misol xatolik ketildimikan? Birinchilar. Hop, misolda xatolik ketilgan. 8 11 bo'lib ketyapti. Hmm, Xatoliklar uchun uzr. Mana shu 7-savolimizda xatolik ketildi shekilli. Hop, bunisiga o'tar ekanmiz. Hop, bunda modulni ochib chiqishimiz kerak. X minus y. Bu yerda eng asosiy maqsad ichkari manfiymi, musbatmi? Shuni aniqlashimiz muhim bo'ladi. Demak, x dan y ayiraman. Manfiy sondan musbat sonni ayirsam ichkari manfiy bo'ladi. Demak, bu ichi manfiy ekan. Joy almashib chiqadi. Minus moduldan. Joy almashib chiqadi. X de o'zi manfiy ekan, demak minusga ko'payib chiqishi kerak edi aslida. Mana bu yerda ko'payish kerak bo'lgan minus bilan mana bu minus ikkovi ko'payib plus hosil bo'lib ketadi. Plus x chiqib kelar ekan. Mana bu yerda plus z minus y ekan, z dan y katta sondan kichik sonni ayryapman, ichkari musbat ekan, o'zida ochiladi. Mana bu y bilan y ni yo'qotaman. X bilan x ni yo'qotadigan bo'lsam, z degan natijaga erishamiz ekan. Hop, keyingisi. Tengsizlik nechta butun yechimga ega? Hop, mana bu tengsizligimizda to'xtalib o'tadigan bo'lsak, minus 5 dan mana bu ildiz ichidan chiqadigan natija katta bo'lishi kerak ekan. Bu istalgan holatda amalga oshishi mumkin. Qachonki bu ildiz tagidagi qism diskriminant 0 dan katta bo'lsa. O'shandagina musbat son chiqsa, uzr, diskriminant 0 dan katta debman. Ichkari musbat bo'lsa, bu ish har doim amalga oshadi. Demak, 9x minus 20 minus x kvadratimizni katta yoki teng 0 deymiz. Minusga ko'paytira oladigan bo'lsam, x kvadrat minus 9x plus 20 mizni kichik yoki teng 0 deymiz ekan. 2 ga ajrataman. X minus 5 x minus 4 kichik yoki teng 0 ekan. Hop, 2 ga ajratsam 4 bilan 5 plus minus plus. Kichik yoki teng bo'lsa, ikkalasini orasida joylashish kerak ekan. Hop, tengsizlik nechta butun yechimga ega? 4, 5, 2ta. Butun yechimga ega. Hop, keyingi holatda
Qaysi choragida joylashgan koordinatalar tekisligining deyilibdi. Minus bo'lganini hisobiga bu tomondan tushish kerak. 0,5 xga e, x ga yoyiladi. 7 birlik tepaga ko'tarishimiz kerak ekan. Taxminan mana bunday chizma bo'ladi. Bu taxminan. Hop, 1, 2, 2, 4. 1, 2, 4 degan natijamiz bor ekan. Xo'p, 11-savol. Bu yerda ham tepadagi tenglamaga o'xshash ikki tomonlama kvadrat ko'tarishga shoshilmaymiz. Buni ham e, soddalashtirib olamiz. Qulaylab, ixchamlab olamiz. Plus x ning kvadrati minus 3x minus 7 bo'lishi kerak edi. Mana bu yerga minus 7 olib kelish kerak edi. Shu yerga plus 5 bor ekan deyman va minus 12 teng 0 deyman. Ya'ni minus 7 ni mana bu holatga olib keldim. Nima uchun bu ishni amalga oshirdik? Chunki mana bu bilan mana bu qism bir-biriga o'xshash kerak edi belgilashga kiritishimiz uchun. Demak, mana bu t ning kvadrati, mana bu esa t ga teng ekan. Demak, t kvadrat, mana buni yozdim. Bu esa plus t plus minus 12, minus 12 teng bo'lishi kerak ekan 0 ga. Buni ikkiga ajratib olar ekanman. T plus 4, t minus 3 qilib teng 0, t teng 4, t teng minus 4, t teng 3. Hop, minus 4dan yechim chiqmasligi aniq, chunki bu ildizli ifoda. Endi ildizni x kvadrat minus 3x plus 5 teng bo'lsa 3 ga deymiz. Ikki tomonlama kvadratga ko'tarib olamiz. Hop, x kvadrat minus 3x plus 5 teng bo'lishi kerak ekan 9 ga. Bu tomonga o'tkazib keladigan bo'lsam x kvadrat minus 3x minus 4 teng bo'lishi kerak ekan 0 ga. Buni o'zini ham ikkiga ajratar ekanmiz. Ikkiga ajratadigan bo'lsam x minus 4 x plus 1 paydo bo'ladi. Teng 0. Hop, x teng 4, x teng minus 1 paydo bo'lar ekan. Hop, ildizlar yig'indisi ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 3 degan natijaga erishamiz. Hop, keyingi misolimizda. Mana bu ikkalasini hisoblaymiz. Modullar yaxshilab ajratib olishimiz kerak. Bu ikkalasi minus 3 bo'ladi. 3. Ana endi 3 to'riga ko'paytiradigan bo'lsam 12 bo'ldi. 12 bo'ldi mana bu qismda. 4 dan 12 ni ayiradigan bo'lsam minus 8, minus 8, minus 16. Moduldan chiqarib yuborsam 16 ekan. Hop, mana bu qismda minus 5. Demak, 4 minus 5 minus 7 ekan. Bu minus 12 minus 8. Bu esa moduldan chiqaradigan bo'lsa 8 degan natijani berib qo'yadi. Demak, 2 chiqar ekan bizda. Mana buni tuzishda sal muammo. Pastga tushirmagan ekanmiz-da. Xo'p, ishlaymiz. Qachon 0 degan natijaga erishamiz? Qachonki ikkalasi teng bo'lsa. Bundan chiqadigan natija bundan chiqadigan natija teng bo'lsa. Demak, nima ish qilamiz? 2 minus 3x ni tenglashimiz kerak ekan 5 minus 2x ga. Hop, bu tomonga olib keladigan bo'lsam minus x, bu tomonga olib boradigan bo'lsam 3. X teng minus 3 paydo bo'lar ekan. Tenglamaning ildizlar ko'paytmasini top. Xo'p, yokida bir-biriga qarama-qarshi son bo'lganda ham bo'lishi mumkin edi. Ya'ni birovni minusga ko'paygani bo'lganda ham bo'lishi mumkin edi. 2 minus 3x teng bo'lishi kerak ekan. Yokida minusga ko'paytirganini yozib olay. Teng bo'lishi kerak ekan 2x minus 5 ga. Buni olib keladigan bo'lsam minus 5x teng ekan. Buni olib boradigan bo'lsam minus 7. X barobar 1,4 paydo bo'lar ekan. Minus 3 1,4 ikkalasini qo'shadigan bo'lsam necha hosil bo'ladi? Minus 3 bilan 1,4 minus 2,6 ga erishamiz ekan. Yoki minusdan adashdim ekan. Hozir bunday qilaylik. 2 minus 3x modulda teng ekan deymiz. Modulda 5 minus 2x ga. Ya'ni mana buni bu tomonga o'tkazib kelgan bo'laman-da. Shunda 2 minus 3x teng bo'lishi kerak ekan 5 minus 2x deyman. Bitta tenglashtirib ochaman. Bitta birovni minus qilib ochaman. Minusga ko'paytirib. Hop, buni olib kelganimda minus x bo'ladi. Buni olib borganimda 3 bo'ladi. X teng minus 3 bo'ladi. Xo'sh.
Buni olib kelganimda -5x bo'ladi. Ha, buni olib borganimda -7 paydo bo'ladi. X teng 7 taqsim 5 paydo bo'ladi. -3 ga. Uzr. To'g'ri ishlagan ekanmiz bu ham. Mana bu yerda sal shartiga chalib 7 taqsim 5. Hop, -21 taqsim 5 bo'ladi. -4,1 taqsim 5 bo'ladi. Ah, Endi mana bunisiga keladigan bo'lsak, e'di kesma uzunligi mana bu yerda so'ragan. X deb belgilab qo'yaylik o'zimiz uchun. Bitta Pifagorni qo'llagan holatda mana bu yer 5 ekanligini bilishimiz mumkin. Va bitta Pifagorni qo'llagan holatda 17 ning kvadratidan 8 kvadratini ayiraman. Kvadrati teng. Hop, bitta ayirib bitta qo'shadigan bo'lsam, 9 ko'paygan 25 paydo bo'ladi. Y barobar 3 bilan 5 paydo bo'ladi, 15. Demak, mana bu yer 15 ga teng bo'lar ekan. Mana endi x ning kvadrati teng bo'ladi. 15 ning kvadratidan ayiraman ekan 5 ning kvadratini. Adashmadim menimcha 225, 64, 289 to'g'ri. Demak, bitta qo'shib bitta ayiradigan bo'lsak, 20 ko'paygan 10 bo'lar ekan. Bu 2 ilzosti 10 degan. Adashmasam. Va x'imiz 2 ilzosti 10 ga teng bo'lar ekan. Uzr. 10 ilzosti 2. Joyini almashtiryapti. Chunki 100 mana bu 2 ko'paygan 100 bo'ladi. Ildiz kelgan payt 100 chiqib ketar, 2 qolib ketar. Muntazam oltiburchakning tomoni shunga teng. Yuzasi shu oltiburchak yuzasidan 3dan 1ga teng bo'lgan. Teng tomonli uchburchakning tomoni ichiga teng bo'ladi. Demak, muntazam oltiburchak. Shaklimiz sal o'xshamayroq qoladi. Muntazam oltiburchak tomoni 6 ilzosti 6 ga teng ekan. Buni yuzini topish uchun shaxsan men, balkim ko'pchilik ham shunday foydalansa kerak. Bitta mana bu teng 6 ta uchburchakka bo'linadi. O'sha uchburchak bittasini yuzini topib 6 ga ko'paytiraman. Odatda. Demak, a kvadrat ilzosti 3 taqsim 4 degan formuladan foydalanamiz. Mana bu 36 ko'paygan 6 ko'paygan ilzosti 3 taqsim 4 bo'lsa, qanchaga teng ekan? 54 ilzosti 3 ekan. Demak, muntazam uchburchakni to'liq yuzi 54 ilzosti 3 ga teng ekan. Shuni 3dan 1 qismi 18 ilzosti 3 ga teng ekan. Mana shu 18 ilzosti 3imiz deyapti. Bitta to'g'ri burchakli muntazam uchburchakning yuzi hisoblab olaylik deyapti. Ilzosti 3lar tashladim. Mana buni ko'paytiradigan bo'lsam 72 bo'ladi adashmasam. Bu esa bizga 6 ilzosti 2 degan natijani berishi kerak. Xo'p, yerda adashdim. Uzr. Mana bu joyida xatolik ketib qo'ydik. Mana bu joyda ozgincha xatolik ketib qo'ydim. Hozir men a kvadrat ilzosti 3 taqsim buni endi 6 ga ko'paytirishim kerak edi. Demak, 6 ko'paytirilgan elektr ilzosti 3. Mana bu to'liq yuza. Endi men shuni 3 ga bo'lgandagi qismini topishim kerak. Shunda 108 ilzosti 3 paydo bo'ladi. Teng ekan a kvadrat ilzosti 3 taqsim 4 ga. Hop, ilzosti 3lar ketdi. Demak, 27 ko'paygan 4 ko'paygan 4 teng ekan a kvadratga. Ya'ni mana bu 108 ni 27 bilan 4 ni ko'paytmaslik oldim. Keyin bu yerdan mana bu 4 aniq chiqib ketadi, ikkita bor. Mana bu yerdan esa 9 chiqib ketib qoladi 3 bo'lib. Keyin ilzosti 3 qolib ketadi barobar a ga. Demak, a teng 12 ilzosti 3 ekan. 12 ilzosti 3 ga teng ekan. Hop, aniq integralni hisoblang. Cosinus x dan boshlang'ich minus sinus x bo'lardi. Yo'q, cosinus x dan boshlang'ich sinus x bo'lardi. Demak, sinus x ekan, olib borib qo'ygan bo'lsam 0 bilan pi taqsim 4'di. Pi taqsim 4'ni olib borib qo'ysam, ilzosi 2 taqsim 2, bunisi esa yechim chiqmaydi. 0dan sinus 0dan 0 ga teng bo'lgani uchun shu holatda qolib ketadi. Yechim chiqmaydi deb qo'yibman. Xo'p, tekislikka og'ma va perpendikulyar tushirilgan. Demak, tasavvur qilaylik, taxminan mana bunday bitta tekislik bor.
va o'sha tekisligimizga bitta perpendikulyar и bitta og'ma tushirilgan. Hop. Va shu jarayonda mana buni pinhona ravishda tenglashtirib qo'yamiz. Bir-biri bilan tutashtiramiz. Hop, endi eee, og'ma bilan perpendikulyar orasidagi burchak kosinus 12 / 13 ga teng ekan. Demak, og'ma bilan tekislik orasidagi burchak. Mana buni alfasi. Demak, eee, burchak alfa mana shunga teng bo'lib tursa, arc kosinus 12 / 13 ga teng bo'lib tursa, ikki tomonlama kosinuslasam, kosinus alfa 12 / 13 ekanligini bildiramiz. Endi bitta burchakni kosinusini topishim uchun yopishganni gipotenuzaga nisbatini topishim kerak ekan. Demak, yopishgan 12 ekan, gipotenuza 13 ekan. 169dan 144 ayiradigan bo'lsam, adashmasam 25 qoladi. Bu esa 5 ga teng ekan. Perpendikulyar uzunligini toping. Mana perpendikulyarimiz 5 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimizda buni alohida ishlab olamiz. Ya'ni bu -1 bilan 1 orasidagi bichim bo'ladi. Demak, -1 kattaga teng x, kichikka teng 1 ishlab oladigan bo'lsak va pastdagini ishlab oladigan bo'lsak, bunda bizda x -1 kichik bo'lsin 3 dan deymiz. X kichik bo'lishi kerak ekan 4 dan. X -1 katta bo'lsa -3 dan deymiz. X katta bo'lishi kerak ekan -2 dan. Demak, -2 bilan 4 orasi ekan. Hop, mana bu aytyapti. Yo, uzr, mana yerda shoshildim ozgina. Nima uchun? Chunki mana buni bitta plyus ochganimda x katta yoki teng 1 bo'lardi. Bitta minus ochganimda x kichik yoki teng -1 bo'ladi. O'sha joyga sal adashib ketdim. Hop, mana bu 1 dan katta deyapti. 1 -1 joylashtiradigan bo'lsam 1 dan katta. Bunisi esa 1 dan kichik deyilyapti. Mana bu 4 dan kichik deyapti. Demak, 4 dan kichik. Bu aytyapti -2 dan katta deyapti. Demak, ikkalasini umumlashtirilgan yechimlari mana bu holatda. Demak, -2 dan 1 gacha -2 kiradimi? Yo'q, kirmaydi ekan. Olmaymiz ekan. Demak, birimiz olamiz 1da va birlashtiramiz, keyin 1da olamiz, lekin 4 gacha. 4imiz aylana qiyosida bo'lishi kerak edi. Shu yerda xatolik ketilibdi misolni tuzishda. Mana bu bundaysigi bo'lishi kerak edi. Bunda ozgina xatolik ketilibdi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Xudo xohlasa keyingi testlarda tuzatamiz albatta. Hadlari misbat sonlardan iborat cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning hadlari yig'indisi 81 ga teng. Demak, S 81 ga teng ekan. Ilk to'rtta hadning yig'indisi 80 ga teng ekan. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya B1, B2, B3, B4imiz 80 ga teng ekan. Uchinchi hadni topishimiz kerak, ya'ni B3ni topishimiz kerak ekan. Mana bu yerda nimani bilishim mumkin? B1 taqsim 1 minus quviyimiz 81 ga teng ekan. Hop. Endi mana bu yerdan B1larni chiqarib oladigan bo'lsam, mm, B1larni chiqarib oladigan bo'lsam, nima hosil bo'ladi? B1ni chiqarib olsam, 1 plus q plus qning kvadrati plus qning kubi 80 ga teng ekanligi paydo bo'ladi. Endi B1ni bir-biri orqali ifodalashimiz mumkin. Shunday qilib ko'raylik. B1ni bir-biri orqali ifodalab ko'raylikchi. B1 teng ekan 81 ko'paygan 1 minus bo'lgan. B1 joyiga borib qo'yadigan bo'lsam, 81 ko'paygan 1 minus q va 1 plus q plus qning kvadrati plus qning 4-darajasi teng 80 paydo bo'lar ekan. Mana bu yerda 81 ko'paytirilgan. Mana bu adashmasam 1 minus qning 4-darajasini berish kerak formulasini. Mana bu 3 ekan. Qning 3-si.
Bu binom koeffitsiyenti orqali bildik bu narsani. Hop, endi 81 minus 81 qo'ning to'rtinchisi teng bo'lar ekan 80ga. Buni o'tkazadigan bo'lsam minus 1. 80larni tashiydigan bo'lsam, buni o'tkazdim minus 1 paydo bo'ldi. Minus 81 o'tkazadigan bo'lsam 1 taqsim 81. Bu esa qo'yimiz 1 taqsim 3 ekanligini bildirib turibdi. Hop. Mana bu joyiga kimdir tushunmagan bo'lsa, ya'ni mana bundan qanday buni tayyorlaganimni tushunmagan bo'lsalaringiz, hop, kommentda yozinglar. Shunga qarab keyin o'sha darslikda noldan boshlab tushuntirib beraman. Agar talab kuchli bo'ladigan bo'lsa, ko'proq odam so'rasa tushuntirib beraman. Xo'p. 1 taqsim 3 ekan qu. Bu 1 taqsim 3 ekanligi ma'lum bo'lsa, bir topish muammo bo'lmay qoladi endi bizda. Ya'ni mana yerga 1 taqsim 3 qo'ysam, bir chiqib kelar ekan. Birimiz teng bo'lar ekan. 81 ko'paytirilgan. 1 taqsim 3 ko'p 1dan 1 taqsim 3 tayyorlagan bo'lsam, 1dan 1 taqsim 3 tayyorlagan bo'lsam, 2 taqsim 3 bo'lar ekan. 3 bo'lar ekan 27. Demak, birimiz 54 bo'lar ekan. Ana endi biz nima ish qilishimiz kerak? B3 topish uchun B1 ko'paygan qo'ning kvadrati. Ya'ni 54 ko'paygan 1 taqsim 9. Bu esa bizga 6 degan natijani beradi. 6 degan natijaga erishamiz ekan. Hop, keyingi holatdagi murakkab kasrni ishlashimiz kerak. Hozir 1 daqiqa. Hop, demak davom ettiramiz. Quyidagi misolda 20-misolga kelgan edik. Murakkab kasrni ishlash. Suratini alohida ishlab olamiz. Ya'ni mana bu qismda bizda nima paydo bo'ldi? 5 taqsim 4. 5 taqsim 4. Bu mana bu bir bilan, ya'ni 1 taqsim 5 taqsim 4 bo'lib turgan holatda bu tepaga chiqish uchun tepaga teskarisiga aylanib ko'paytirilib chiqiladi 4 taqsim 5. Bu yerda bizda 4 taqsim 5 paydo bo'ldi. Buni har doim bitta narsani yozmaslik uchun tepaga chiqarish holatini yodlab qolishimiz kerak. Mana shu holatni eslab qolishimiz kerak. Teskarisi bo'lib chiqib ketadi. Xo'p, endi birdan ayirishimiz kerak ekan shuni. 1 ayrilgan 4 taqsim 5imiz 1 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda общий 1 taqsim 5 paydo bo'lgan bo'lsa, tepaga yana chiqaradigan bo'lsam 1 plus 5 paydo bo'lar ekan. Bu esa 6 ga teng. 6 ga teng ekan. Mana bu yerdan ayiradigan bo'lsam, suratda 6 paydo bo'ldi. 3 taqsim 4 ekan. Mana bu ikkalasini ayirsam, tepaga chiqarsam 4 taqsim 3. Ya'ni shuni teskarisi va 1 da qo'shaman ekan. 1 plus 4 taqsim 3. Bu esa 7 taqsim 3 deb berdi. Demak, общий mana bu yerda 7 taqsim 3. Tepaga chiqaradigan bo'lsam 3 taqsim 7. 1 ayrilgan 3 taqsim 7. Bu esa bizga 4 taqsim 7 ni berar ekan. Demak, 6 taqsim 4 taqsim 7 miz bizga 42 taqsim 7 ni berar ekan. 42 taqsim 4 ni berar ekan. Ya'ni 6 ko'paygan 7 taqsim 4. Teskarisiga chiqishi kerak-da. 42 taqsim 4 deb beradi. Bu esa bizga 10,5 ni berishi kerak adashmasam. Mana 10,5 degan natijaga erishamiz. 10,5. Hop, boshlang'ich funksiyasini toping. Boshlang'ich funksiya olishimizdan oldin buni soddalashtirishimiz kerak ekan. Soddalashtirish qanday amalga oshiramiz? Teparoqdan ishlab qo'yaman, chunki joy yetmay qolish ehtimolligi bor. Shu uchun tepadan ishlab qo'yaman. Mana bu yerdan ishlaymiz soddalashtirishini. Formulamiz 1 taqsim 2. Mana bu 34 oldiga yozib qo'yaman. 34. Ikkita sinus. Qachon ikkita sinus bo'ladi? Ayirma bo'lganda ikkita sinus bo'lardi. Demak, kosinus ikkalasini ayirsam x bo'ladi. Kosinus x ekan. Minus ikkalasini qo'shsam, birinchi qo'shganimni yozishim kerak edi. Ayirganimizni yozishimiz kerak ekan. Hop, ayirganimizni yozamiz birinchi. X ayrilgan. Endi ikkalasini qo'shaman. Kosinus 17x paydo bo'lar ekan. Mana bu ikkalasini qisqartirsam 17 kosinus x minus 17 kosinus 17x paydo bo'lar ekan. Va endi bundan boshlang'ich oladigan bo'lsam, mana bundan boshlang'ich olsam kosinus x dan sinus x paydo bo'ladi. 17 sinus x paydo bo'ldi. Va minus 17 ko'paytirilgan kosinus 17x
ko'paytirilgan 1/17. Bu nimaga uchun ekanligini bilasizlar. Ya'ni mana bu yerda k necha bo'lsa, shu 1/k ga ko'paytirishimiz kerak. Mana bu ikkalasi ketadigan bo'lsa, uzr, mana bu yerda sinus bo'lishi kerak edi. Shu yerga adashib ketdim. 17 sinus x minus sinus 17x plus c paydo bo'lar ekan. Mana. Xo'p, keyingi holatdagi yechimda funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Hop, davri topish uchun oltitagini bo'lishimiz kerak edi. Ya'ni kosinus davri 2pi edi. Shu 2pi'ni pi taqsim 4ga bo'lishim kerak. Bu esa bizga 8 beradi. Sinusda ham davri 2pi, o'sha 2pi'ni pi taqsim 3ga bo'lishim kerak. Bu bizga 6ni beradi. Mana bu yerdagi davri pi, shuni endi pi taqsim 2ga bo'lishim kerak. Bu esa bizga 2ni beradi. Demak, 2, 6, 8ga ekilki, ekilkini topishimiz kerak. Ekilkamiz 24ga teng bo'lib qoladi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri natural sonlarga nisbatan to'g'ri? Demak, bizda to'g'ri javob oxirgisi ekan. Oxirgi raqami 6 va 9 bo'lgan. To'g'ri emas, noto'g'ri deganmi? Noto'g'ri degan ekan. Oxirgi raqami 6 va 9 bo'lgan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu xato. Mulohazalarni qoidalar yodlash orqali topishimiz mumkin. Ikkita funksiya berilgan. Demak, bu turdagi funksiyalarda biz ichkaridan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni f1 ning qiymati necha? F1 ning qiymatini topish uchun mana bu yerga 1 ni olib borib qo'yamiz o'zgaruvchiga. Demak, 1, 2, -8. Hisoblaydigan bo'lsam, bu yerda -5 chiqdi. Minus -5 degan natijaga erishdik. Demak, -5 ekan. Hop, mana bu yerga -5. Endi biz -5 ni hisoblashimiz kerak edi. -5imiz -5 plus 2 -3 ga teng bo'lar ekan. Demak, общий mana bu qismda -3 paydo bo'ldi. Endi men d -3 ni hisoblashim kerak. D -3imiz barobar -6 plus 3 -3 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda общий bizda -3 paydo bo'ldi. -3 plus a teng bo'lar ekan 0. A'miz esa 3 ga teng bo'lar ekan. A'miz esa 3 ga teng bo'lar ekan. Hop, uchburchakning tomoni 2, 5 va 6 ularga orasidagi burchak koeffitsiyenti esa 5/6ga teng ekan. Uchburchakning ikkita tomoni 5 va 6ga. Uchinchi tomoniga tushirilgan balandligini toping. Hmm, Uchinchi tomoniga tushirilgan balandligini topishimiz kerak ekan. Demak, taxminimizda mana bunday chizma bo'lsin. Bunday. Demak, bitta tomoni 5, bitta tomoni 6 ekan. Demak, ular orasidagi burchak koeffitsiyenti 5/6ga teng ekan. E, uzr. Kosinusi ekan. Koeffitsiyenti adashibdi. Burchak kosinusi. Demak, alfa bo'lsin. Kosinus alfamiz 5/6ga teng ekan. Hop, mana bu jarayonda biz x topishimiz kerak. Kosinuslar teoremasi orqali 25 plus 36 minus 2 ko'paygan 5 ko'paygan 6 ko'paygan 5/6. Bu esa bizga mana bu ikkalasini qisqartirib yuboradi. X ning kvadrati teng. Hop, 70, 81. 50, 61, uzr. 61 minus 50. 25, 50 bu esa 11. Demak, mana bunimiz ilzasida 11 ga teng bo'lar ekan. X'imiz ilzasida 11 ga teng bo'lib qoldimi? 25, 36, 50, 61. Kosinuslar teoremasiga qo'ydik. Uchinchi tomoniga tushirilgan balandligini topishimiz kerak. Endi bu tomondan yuzani, burchak orqali yuzani va balandlik orqali yuzani ifodalashimiz kerak edi. Kabi kosinus alfa. Shu joyda xatolik etilganini deymanda. Xo'p, x ilzasida 11 deb turaylik. Mana endi biz s orqali topamiz. Yuzamiz 5 ko'paygan 6 ko'paygan sinus alfa. Mana bu joyda endi biz sinus alfani topishimiz kerak. To'g'ri.
Sal shoshilib qo'yibman fikr chiqarishga. Ho'p, mana bu joyda kosinus alfamiz bor. Sinus alfani topish uchun sinus alfamiz teng bo'ladi ildiz bir minus kosinus kvadrat alfa. Hop, ildiz bir minus 25 taqsim 36 barobar. Bu esa ildiz 11 taqsim 36 ni beradi. Bu ildiz 11 taqsim 6 ga teng bo'ladi. Sinus alfa nimaga kerak? AB sinus alfa taqsim 2 bo'lardi. Shu yerda ildiz 11 taqsim 6 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu 6 lar ketsa 5 ildiz 11 taqsim 2 paydo bo'lar ekan 100. Ana endi biz mana bu yerdagi tushirilgan balandlikni topishimiz kerak edi. Demak, h deb belgilasam, h bilan ildiz 11 ni ko'paytirib 2 ga bo'lganim 5 bilan ildiz 11 ni ko'paytirib 2 ga bo'lganim teng. 2 lar ildiz 11 lar ketdi. Demak, h'imiz 5 ga teng ekan. Balandligimiz 5 ga teng ekan. Hop, tenglamang ildizlar ko'paytmasini toping. Hop, ikki tomonlama shunday ko'kka ko'taradigan bo'lsam, xuddi shu narsa mana bu yerda ham davom etyapti. Demak, buning qiymati 2. Demak, x kvadrat minus 3x minus 2 teng ekan 8 ga. Buni bu yoqqa o'tkazib oladigan bo'lsam, x kvadrat minus 3x minus 10 teng ekan 0 ga. Bu esa x minus 5 x plus 2 degani teng ekan 0 ga. X teng 5, x teng minus 2 ekan. 5 va minus 2. Ildizlar ko'paytmasi minus 10 degan natijaga erishadi. Hop, 27. Tenglamang ildizlar yig'indisini toping. Birinchi holat uchun ishlaymiz. Birinchi holatimiz aytamiz x katta bo'lsa 14 dan deymiz. X katta bo'lsa 14 dan desam, mana bu bunday holatga erishamiz. X minus 14 xo'sh, keyin logaritm 2 ko'ra x minus 4 teng bo'ladi 3 14 minus x. Xo'p, endi mana bu ikkalasini tashlab yuboraman. Faqat tashlab yuborishdan oldin x barobar 14 degan yechim olib qolaman. Tashlab yuborganimda ishora almashib qoladi. Logaritm 2 asosiga ko'ra x minus 4imiz teng bo'lar ekan. Minus 3 ga x minus 4imiz esa teng bo'lar ekan 1 taqsim 8 ga. X'imiz teng bo'lar ekan 4 butun 1 taqsim 8 ga. Mana bu shartda 14 dan katta bo'lsin deydi. Shuning uchun mana ololmaymiz ekan. Bitta 14 degan yechim chiqar ekan bu yerda. Xo'p, ikkinchisi. Hop, ikkinchi holatda aytamizki, mana bu yerdan yozaman, sal buyoqroq qilib. Hop, ikkinchi holatda aytamizki, x kichik bo'lsa 14 dan va shu joyda 4 dan katta va 14 dan kichik deb ketaylik. Chunki mana bu yerda ham aniqlanishicha xabarda 4 dan katta bo'lish kerakligi haqida gap ketgan bu yerda. Mana shu oralig'ida bo'lsin deyman. Va buni minusi bilan ochaman. Ya'ni teskari ishora bilan ochaman. 14 minus x ko'paygan logaritm 2 ko'ra x minus 4 teng ekan 3 14 minus x ga. Va bu yerda ham xuddi shunday holat tashlaymanda x barobar 14 deyman. Yechim olib qolaman, lekin buni olganman bir marta. Shuning uchun mayli, har ehtimolga qarshi olib qo'yaylik. Logaritm 2 ko'ra x minus 4 teng ekan 3 ga. X minus 4 teng ekan 8 ga, x teng ekan 12 ga. Hop, 12 ga haqiqatda bu ham yechim. Demak, 14 bilan 12 degan ikkita yechimi bor ekan bizda. 14 bilan 12 ikkalasining yig'indisi 26 ga teng bo'lar ekan mana. Hop, 28 da biz mana bu qismni alfa deb belgilasam, demak, arc cosinus 1 taqsim 9 alfaga teng bo'lsa, ikki tomonlama kosinuslasam, kosinus alfamiz 1 taqsim 9 ga teng degan natijaga erishib qolamiz. Endi bu yerda qanday shakl paydo bo'ldi? Sinus 1 taqsim 2 alfa paydo bo'ldi. Va sinus 1 taqsim 2 alfa paydo bo'ldi. Biz shuni topishimiz kerak ekan. Hop, kosinus alfani biz kosinus 2 alfa formula bo'yicha yoyaveradigan bo'lsak, kosinus kvadrat 1 taqsim 2 alfa taqsim 2 yozib ketay shu joyiga. Alfa taqsim 2 minus sinus kvadrat alfa taqsim 2 teng ekan 1 taqsim 9 ga deyman. Va shu joyda bir daqiqa. Hop, shu joyda biz nimalar qilishimiz mumkin endi?
Yokida teskari ishni qilishimiz kerakmi deymanda. Teskari ishni qilishimiz kerak edi. 9 ga teng ekan. Hop, mana buni x deb belgilasam, Eee, hop, mana buni x deb belgilasam, mana bu 1 minus x ga tengdi. Sinus kvadratga bog'lab tashlayman. 1 minus ikkita sinus kvadrat alfa taqsim 2 ekan 1 taqsim 9 ga. Minus ikkita sinus kvadrat alfa taqsim 2 teng ekan 1 ayiradigan bo'lsam, minus 8 taqsim 9 ga. Minus 2 ga bo'ladigan bo'lsam, sinus kvadrat alfa taqsim 2 teng ekan 4 taqsim 9 ga. Sinus alfa taqsim 2 teng ekan 2 taqsim 3 ga. 2 taqsim 3 degan natijaga erishamiz ekan. Hop, 29-savolga kelamiz. 29-savolimizda hop, sinus x cosinus x chiqaramiz. Cosinus x chiqardim. Sinus kvadrat x minus cosinus kvadrat x qoldi. Hop, mahrajimizda mana bunimiz bizga cosinus 4x beradi-da. Nima hosil qilamiz? Mana bu yerda bizda minus cosinus 2x borda. Mana buni 2 va 1 taqsim 2 qo'yib olaman yoniga. Bu qism bizga sinus 2x beradi. Endi mana bu bilan mana bundan cosinus 4x yasash imkoni bor. Faqat mana uni yana 1 taqsim 2 ga ko'paytira olaman. 1 taqsim 4 va minusini oldiga olib kelaman. Cosinus 4x taqsim uzr, sinus 4x. Sinus 4x taqsim cosinus 4x baravar. Bu adashmasam tangens 4x deb beradi. 1 taqsim 4 minus tangens 4x. Bu esa minus tangens 4x taqsim 4 deb beradi. Tangens 4x taqsim 4 deb beradi. Bu bizda B javob ekan. Endi 30-savolimizga to'xtaymiz. Butun yechimlar yig'indisini toping. Barcha butun yechimlar yig'indisini toping. Bir daqiqa. Savolda xatolik ketmaganmi? Shuni bir tekshirib olay. Davom ettiramiz. Adashmasam, mana bu savolda ozgina xatolik ketilgan. Shartiga aniqlanish kiritamiz. Hop, bugunchalik tahlilimiz yakunlandi. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Birinchi, ikkinchi bo'lganligi uchun xatoliklar chiqib qolyapti. Ba'zi